Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz hamqishloqlar. Mana bugun yana O'rtaxonobod mahalla fuqarolari yig'ini Sohil ko'chasiga tashrif buyurdik. Albatta bu yerda Botir va Mahliyaxonni holidan xabar olgani ketyapmiz birodarlar. Xudo xolasa tasvirimizni, videomizni yana davom ettiramiz. Sizlar bilan Botir va Mahliyaxonning xonadoniga tashrif buyurib, o'sha yerda video rolik qilamiz. O'tdagi yangiliklar bilan tanishamiz. Xudo xolasa albatta sizlarning yordamlaringiz kerak birodarlar. Shu ayolimizga yordam qilaylik, ikki dunyomizga hujjat bo'ladi. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz hamqishloqlar. Yana bir bor barchalaringga alangali salom. Birodarlar, mana hozir Botir va Mahliyaxonning xonadoniga tashrif buyurdik. Mana ko'ryapsizlar. Hali qurilishimiz chala. Birodarlar, mana shu ko'p ehson qilib yordam qilgan akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Ko'pchilikdan Alloh rozi bo'lsin. Sizlarni yana bir bor murojaat qilishimizdan maqsadimiz shuki, shu shiferini yog'ingarchilikdan shoshilib ustini yopaylik deb yog'ingarchilikni oldini olish maqsadida, yog'ingarchilikdan devorlar yuvilib ketmasin degan maqsadda shifer olib qarzga shifer qoqishgan birodarlar. Agar mana shu qarzdan chiqishida yordam qilsak, Alloh ikki dunyomizga hujjat qiladi. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Mana shunaqangi yaxshi kunlarda, yaxshiliklarda Alloh o'zi sababchilardan qilsin. Sizlardan yana bir bor iltimos qilib so'raymiz birodarlar. Mana shu ehson qiluvchilardan Alloh rozi bo'lsin. Mana shu uyimizni chalasini bitirib, xonalariga kirib olishida, mana shu shiferlardan bo'lgan qarzdorligini to'lab bitkazishida amaliy yordamlaring kerak birodarlar. Mana shu kommentariyamizda, ekranlarimizda ko'rinib turgan telefon raqamlari, karta raqamlariga pul tashlab bersanglar birodarlar, juda ham bir ajoyib, yaxshi yordam qilgan bo'larlaring. Ikki dunyolaringga hujjat bo'lsa, Allohim nimaiki yaxshi niyatlaring bo'lsa, Allohim o'zi ro'yobga chiqarsin. Yaxshi kunlarda, yaxshiliklarda birdan bir jon bo'lsak, albatta Allohning rahmati sizni bizga bo'ladi. Ajri, mukofotini o'zi ziyoda qilib beradi birodarlar. Kelinglar, birdan bir jon bo'laylik va mana shu ehsonda faol bo'lib, mana shu uyni oxiriga yetkazib, savobga ega bo'lib qolaylik. Sizlardan Xudo Allohning o'zi rozi bo'lsin. Mana shu videomizni maksimal tarqatganlardan Alloh rozi bo'lsin. Hech bo'lmasa kamida ehson qilib olsangiz, mana shu videomizni tarqatib qo'ying birodarlar. Sizlarni ikki dunyongizga hujjat bo'ladi. Albatta qiyomatda Alloh o'zi ajr mukofotini juda ham bir ziyoda qilib beradi. Assalomu alaykum va rahmatullohi